Bismillah. Assalamu alaikum. Aziz, muhterem, süyümlük Şarkı Türkistanlık qarindoshlarım. Tez huzuringlarga chiqib kelyapman. Ba'zilaringlarni zeriktirib, ba'zilaringlarning nafar tutayotgan bo'lishim mumkin. Ertagin ishga tushadigan bo'lg'achqa bu planlangan suhbatni bugun qilib o'tay deb qoldim. Demasimi bu yillar yili kechikyotadi. Dastlabki niyat qilganimga bir yildan ko'p bo'ldi hozir. Mavzumuz Sharq Turkiston davosida tijorat. Bu tema sizlarga cho'qim qiziqdek tuyuladi deyman. Ras, qiziq bir tema. Shug'unisi birmuncha noroziliklarga sabab bo'lganligini mo'lchallab turibdiman. Shundaqla ba'zi nozik taraflarni nazarda tutganim uchun bir yildan ko'proq kechiktirib o'tdim. Qandaqli bo'lmasa deyishga tegishli ekan demasam bo'lmaydi, chunki bu mening mas'uliyatim. Men shunday taniyman buni. Har bir Sharq Turkistonlikning mas'uliyati, biroq boshqalar haliqi to'la deydiganimdek lakalozi diplomatchilik mijozi bilan haqqi yomon bo'lib qolamiz deb demaydigan bo'lg'achqa shunday ishlar yana menga qoladi. Qiziqishinglarga turtki bo'lish uchun, sizlarni texnikani betashna qilish uchun temani kechiktirib oldi bilan ba'zi murojaatlarimni qistirib qo'yay. Chet eldagi da'vochilarning boshqalarini qo'yib turayli-da. 5-iyul Urumchi qatlamida Urumchida bo'lganlardan bularning ichida siyosiy sabab bilan turmada yetib chiqqanlarmi bor. Hatta chet elga chiqibla da'vochilarning yo'g'onlaridan bo'lib ko'zga tashlanayotganlarmi bor. Shunda so'rsak bo'ladi o'sha odamlardan. Sen agar rostli da'vochi bo'lsang, oldi bilan Urumchida Xitoylar qilgan jallodlik jinoyatini fosh qilib bir varaq birini e'lon qildingmi yo'q? Sen bir jinoyatning, qirg'inchilikning shohidi turib, bu jinoyatni dunyo jamoatiga oshkorlashni xohlamaydigan qanday da'vochisan? Shunda so'rab bo'lib. Va bu g'oyat tabiiy holda her ko'ngildan kechadigan va kechish kerak bo'lgan bir savol bu. Ularning buni yozmay turib, buni e'lon qilmay turib, da'vochining yo'g'ini olib chiqishi bekmi gumonliq. Siyosiy jinoyat bilan tutilib turmada yetib chiqqan birining pasport elishi qanday bir mo'jiza. Chet elga chiqishi qanday bir mo'jiza bo'lsa, uning Xitoyning eng ashaddiy jinoyatini oshkorlay demasdan boshqa cho'ng ishlarga tutish qilib, da'voning oldingi turish avvallaridan bo'lib olishi haqiqatan yana bir mo'jiza. Bularning hammasi bir tijorat mavzu bahisidir. Yana bir qistirma. Men mush fursatda yana bir qatim murojaat qilamanki, Urumchi qatlami yuz berganda Urumchida bo'lgan har qanday bir Sharq Turkistonlik o'zining ko'rgan, anglaganlarini yezib e'lon qilmaydigan bo'lsa, avlodlarimiz oldida, tarix oldida jinoyatchidir. Onun başka davaları köz boyamçılıktır. Bunun tegide çok mühim var. Bu qatim 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining xotiri kunida bazı qarindoshlarimiz qisqa eslamalarni e'lon qilibdi. Bu yaxshi avval. Shu qadar uzun bir qarni o'tkicha bunday bir maydonga chiqish bo'lib boqmadi. Men ko'p qatim dedim. Bugun yuz bersa her qanday bir ish yuz bersa bugun. Erta uchun tarix. Tarix degan shu. Tarix degan cho'qim asorati qilani
konu qabrlarni ko'lab tadqiq qilib yozadigan narsa emas. O'zi yashayotgan davrni yozsimi kelgusi uchun tarix bo'ladi bu. Aytibsizki bizda tarix yozish odati yo'q. Shuning uchun Urumchi qirg'inchiliqidek ashqadar dahshat bir cho'ng voqeami bugungacha yozilmadi qarindoshlar. Yana nima da'vo? Yana nima yo'g'on gap? O'ylayli buni. Yaqindan beri xeli ko'p qarindoshlarimiz men bilan aloqalashdi, uchurlashdi. Ba'zilar yozib evatdi. Yozyapmiz deganlar bor. Qandaq usul, qandaq shaklda elib boramiz deb so'raganlar bor. Nayt yaxshi bor. Lekin buni ko'rganlari, anglaganlari, his qilganlari va faraz qilganlarini qo'shib bir oz tafsilroq yozsa, yozib bo'lganlimi. Men bulardan bir to'plam tuzib chiqmoqchi. Hozirning o'zida texi yetarlik bo'lmadi meningcha. Men buni kutaman qarindoshlar. Mana evatib biramlar. Bana evatib bersanglar, belki benim so'raydiganlarim chiqib qolishi mumkin uni o'qigandan keyin. Va bu javoblari bilan birga andin texmi mukammallashadi. Xo'sh. Endi sizlarni tashna qilavermay bugungi asli mavzuga kelay. Bu tema xil ko'nirib ketdi. So'zlaymi, so'zlamayman degandek chiqilishlar bilan bek uzun bir qarni o'tib ketdi. Ahire ya qaynamdın ya sayramdın depla sözleş kararına geldim. Ötkende bultuğu değil mi? Bultuğumu onundan mı bırarak mı? Bir Türk advokatının Şarkı Türkistan davasını kılışta vakalet talep kıygallığı. Vakalet verilse bu işini kanuni yoldan bek obdan kılıdıgallığı oturga çıkardı. Şu çağlarda sözlemekçi olup dembes kıygandım, ama bizning cemaatimizdeki tılxotunçılık keyfiyatı tüpeyilden sözleşten yaltayıp qalgan edim. Bunundan Şarkı Türkistanlıklar bek ayacanlı kelip, Türk'nün gipidin. Derhal inkaslarını yazıp mı ketişkenligi ma'lum. İnkasta vekillik teşkilatının derhal vakalet berip işimizde bu Türk qarindoshni muvakkil qilishni tashabbus qilishgan ekan. Nima degan parlaq fikr. Mana shuningdan ilhomlanib bu temani so'zlashga qaror qilgan edim. Yana kechiktirib qo'ydim. İsa Yusuf efendimiz mushundaq bir vakaletni bir Türk qarindoshga berganligi haqidagi bir hikoyadan xabarim bo'lganligi ve bu vakalet berişte görülgen ticari almashtırış mazmunlardaki ta'tirlik diqqatimni tortib bugungacha meni qiynab kelayotgan. Sharq Turkiston davası meyli vatan ichida, meyli vatan sirtida bo'lsin, nurg'un nafslarni to'ydirib kelayotgan tugamas g'azina bo'lib, bu hal oxirgi Uyg'ur qolganiga qadar yana nurg'un nafslarni to'ydirdi. Yani Şarkı Türkistan'ın çattallardaki aşkarı davalarda boğunadek vatan içindeki unsuz davalarda mı bir muncu münafıkını toydurup hatta baykılıp gelmekte. Vatan içindeki nefsler asasen yuşurun casuslar olup inkılap ve inkılapçılar ulanın setip yeydiğen meli oldu. Çattallarda olsa tamamen tertürüsçe del setip yeydiğenler dava siyaqıda oturup çıkıverip setiş bilen birge, yoşurun aygakçılık kılış bilen pul tapıdığanlarımı yanala mevcut. Şarkı Türkistan davasının ticaret buluşu çatellerde yeni ahval emas. Hissiyatını tavarga aylandırış ticareti şundaklı Xitayga setiş ten mevcut. Hissiyatını tavarga aylandırış ticareti Şarkı Türkistanlıklarının vatanperverlik hissiyatını tavarga aylandırış degenlik olup, bunun da ilgili bir zamanla bazılar top setiş
ticaretdeki okşaş nayet mol kazançlarını kolga keltirgenligini kıyas kıla alaymiz. Ve bazılarga şahit mi olduk? Bunun da asaslıkı pulunun Şarkı Türkistanlıklardan çıkışı yoki Şarkı Türkistan davasıga kuyungüçe her kandak birlerden çıkışı nazar tutuldu. Bunun en çoğun ve meşhur ülgüsü Mehmet-i Nazaret buluş gerek. Bu kişi hissiyatını tavarga aylandırışının parlak ülgüsünü yaratkan deyişki boludu. Belki başka taraflardan mı pul kazandı mı, yoki fakat hayacanlangan Şarkı Türkistanlıklarının pulunu kazandı mı, bunisi bek enik emas. Enik oğunu Şarkı Türkistanlıklarının koyulganlığı, koyuvitilgenligi. Bu hafta ayrım kitap yazgınım için bu yerde tafsilatlara toxtalmayman. Bugünkü günde Suriye'ye adam yollaydigan bidiklerimi okşaş türdükiler bulup, insanlardaki dini kızgınlık, dini hissiyatını tavarga aylandırış soğudusu bilen şoğullanıcılardır. Xitayda setip pul kılıştı bolsa, pul Xitaydan çıkıdı. Bunu kazanıcılar iki türlük bulup, biri içimizdeki casuslar, yeni biri chet-ellikler. Hazırgıcı görülgen ahvallarda Türkiye'de bazı şirketler, teşkilatlar, Şarkı Türkistan davasını desmayı kılıp Xitay bilen soğuduluşuş salayet kazanıp kilovatkanıdı. Mesela, ma'lum bir şirket beyimakçı olsa, derhal Şarkı Türkistan davasıga igi çıkkan kıyafette iş kızıtkan haman, Xitayla adam evetip, ulardan bu işe arlaşmaslıkını talep kılışı çokum. Talep koyuldu demek, karşı tarafının ma'lum taleplerine makul deydigan mecburiyetini tug'dirdi deganlikdir. Keyingi çağlarda garip devletlerdi mi? Xitaylarning lobbychilik faoliyatları orqali parlamentarlarga, palatalarda köp ovozni qo'lga keltirish urinishlari qilayotganligi, ba'zi senatorlarning ziyoda Xitoyparastligi ma'lum bo'lmoqda. Demek ki bu yardımı bir ticaret mevcut ekanligini kıyas kılış ters emas. Bu yerda hazırcha Türkiye'deki bununla münasebetlik nayeti gumallık iki vakani gösterişimiz mümkün. Biri, xeyli burun bolga işki. Eytavri 90-cı yıllarının 5'i yoki 80-cı yıllarının ahirleri. İsa Yusuf'un ahirki hayatidagi bir günlerde bolgan işki. Şarkı Türkistanlıkla bir murasimga toplanıptı. Murasimda İsa Efendi Şarkı Türkistan davasını davam kılış işini Türkiye gazetinin hocayini Enver Üren'e havalı kıptı. Türkiye gazeti bilisler İhlas şirketler grubuna ait. İhlas vatandakilerinin natunuş emas. Ürümçide yaşaydiganlar bekrek bilisler. İhlas şirketi Türkiye'nin. Bundan keyin davani bu kişi baş bulup kılıdığanga vakalet beripti. Bu vakalet beriş, vakalet talep kılış demek hele kısırlı torluda anlagan Türk advokatının keşfiyat emas, o tunjuk etim emas. Burun bolgan. Bundan keyin davani bu kişi İhlas şirketinin başlığı, hocayini baş bulup kılıdığanga vakalet beripti. İsa Yusuf. Enver Üren bolsa İsa Efendi'ye bir maşini mindiripti. Şarkı Türkistanlıklar gıldıras, alkışlar yanırtıp, boğan bu acayip hasiyetli kişini tebrikleşipti. Bu yerde bir tehtürlük var mı? Kanda? Aklımdan cari kılıp oynayıp bakınla videonu toxtutunlu bir şeyde. Muşu ticaret. Birisi Şarkı Türkistan davasının vakaletini birdi, karış taraf onu beğendiğinde cevaben bir maşini verdi. Bu ticaret, onun bir ticaret mi, bir katolik var mı bunun da? Bunu oylap bakalım arkadaşlar. Aklını cari kılıp. Belki
Bu bugünmü nurgullarınlağı nait 11 iş, normal bir iş bulup duyuluşu mümkün. Hem aş sorundu boğan ve alkış yamıratkan kişilerge okşaş, tasdiklaş tutumunda buluşunlar mümkün. Bunundaki tətirlik zaten nerede? Bunu oylap itelmegen bolsanlar, üzənlarının milli sezgürlüğü bu imtihandan nol numara erişken bulur. Bunu bundak bir okşutuş arkalık düşünüşkü tırıssak, menimce tekimi yarkın buludu. Sizden bir yoğun etiziniz var. Kırıqanlıqdan terip, uruş, perviş işlerine yaramay qalğınınız üçün, yaş, bekuvvet koşunlardan birige öddige verdiniz. Muş etizimni teriştin uruşqıça hem işini sen kılıp birse. Sana havalı kıldım desiniz. Bu koşuna hoş olup getip, hecep mi yaxşı oldu, üzeminin emgekleri bağrımını kandıranmay turattı, meni iş bilen temin etkininiz için, sizge bir koy verey, soyup yen, dese, hayatının mentiqisi doğru kelemdi. Ya ki bu koşuna şart koyup, bunu da etizinizni men terip urup birey, siz bana kançilik hak verirsiniz. Nahvı öğrensiz, ya ki usulünün yerimini men alamdım, dese, mentiqi koygun kelemdi. Hem etizini terip urup verse, hem üstüge koy soyup verse, çokum tətirlik olur. Ya bu koşunu bir saran. Ama bu halda saran gıbındak bir etiz işini kandak mı havalı kıygılı olsun. Eğer o olsa, çokum işini kıygandıkken hak talep kılış gerek olur. Ya ki işini havalı kılgıcı onunla hak berişi gerek olur. Ama neymiş budur? Bu havalı işi de hayatının mentiqisinin tamamen tətirisi bir işi olan. Hem etizini terip bir işini kabul kıygan, hem koy soyup bergen. Eğer bu Türk kardeşimiz bek milletçilerden bulup, Şarkı Türkistan'a bek köyündüğün bolğaçka davanı höddik aldı deyilgen takdirdi mi, onun bir maşini üstek verip davanı üstü gelişi yana da güman kozgaydı. Üstekni beğenmegen bolsa belki buncha olar güman kozgamaslıkı mümkündür. Ama bir maşini üstek veriş, Türkiye hayatıda kabul kıygısız bir iş bolsa mı, Uygurlar tegin oylap görmeyle alkış yamırtıp bu işten kollektif kutulgan. Bu xuddi namaz bilen rozun kötürüp yürütüp kutulgandaki acayip işkelligini oylap görgenler yok. Bunu bana sözlep bergenleme hiç kunda gayri inkaslı bulmay, xuddi bir 11 işini davatgandek dep bergen. Uygurlardaki hayacanının tuturuksuz ve ötkinçi işkelligi toğrusu köp toxtaldı. İnsanlarda görüldüğün her kandak ötkinçi hayacan, insanlar için yeniliş edip geledi. Hatalık hep geledi. Hatta muhabbetlik ötkinçi hayacan mı şu? Bunu hemenla öz tecrübenlerle bilirsin. Siyasi tallaşlardaki ötkinçi hayacanlar mı? Akıl bilen oylap bekitilgen kararının mahsulu bulmagaçka. Hatta ergeçme türüdeki yaki yukumluk hayacan bolgaçka. Aslında nerede alkış yağdırıp atkallıqını mı ankırıdığalla yok deyişki boludu. Bu xuddi Seyit Noç tipideki bir keyfiyattır. Kileli şu Türkiye gezisinin başlığı bu davanı kanda devam kıldı. Neticede oturdu. Bir maşini desmi selip zimmisi gelip ağam bu davadan eğer en az 2 maşini kazanmaydıgan bolsa bu işini düşünmek hakikaten müteessir olur. Bulup mu davanın enver ören tarafından davam kıldırılmaganlığı bir ameliyat. Belki yenilikte bazı makallalar gizli ilan kılıngan buluşu mümkün. Goya alemni malem kılıdığandek görünüp Xitaylarını talep sunuşqa mecburluğan buluşu mümkün. Ama tirek icabet bolgan buluş gerek ki, keyin biz bu davanın davamını görenmeyimiz. Bunisi ameliyat. İhlas şirketinin şöbesini Xitay hükümranlıqıdaki zımırlarda etiş talebi kandırılganlığı mı? Bir maşini resmi salganın neticesi değişki boludu. Ürümçide yaşaganlar, hem de oylanlar. İhlas şirketi dep anlagan boğuytanlar, Ürümçide.
En az degende Ürümçide İhlas şirketler grubunun şöbe dükkanları açılganlığı. İhlasның malları vatanımızda evveste setilip atkanlığı mı bir ameliyat. Yana bir misal. Bu misal meni en jiq işkilendirgen bir misal bu. Yana bir misal. İHH İngilizce kıskartılgan harfler. Buni Uygurlarning köp sonliqi biladi. İHH degan nimaligini. İHH'nın Şarq Türkistan sempoziumi. Kaçıncı yıl açıldı bu? 2008 mi? 2007 mi? Bu zamanımızda yüz bergen işlerden biri. İHH İstanbul'un koçulları büyük hecimlik ilan taxtalarını esip bu sempoziumdan küller burun teşviqat başlaydı. Şarq Türkistan sempoziumu. Şunçilik debdebe isidu ki goya endi mushundan kiyinla hamma ishlar jonlanib Şarq Türkistan muhim bir tarixiy davrga kiradigandek hayajonlashtirilgan. Anlaşılan qaraganda Xitoy konsulxonasidan odam kelib bu sempoziumni ochmaslik haqida talab qilganligi ma'lum. Javob qat'iy rad bo'ptimish. Baha degan yerga kelmagan bo'lishi mumkin. Anlaganlarımızga qaraganda 100 mingmi, 200 mingmi pul xərclənibdi. Dollarmı, liramı, bunu mühim emas. Ama bu kadar tantana bilan dunyoning bir muncha nuqtasidan odam taklif qilib, ekkilib, bu sempozium ochilgan İstanbulda. Vakillar asasen ma'rif jamiyatining ko'rsatmasi bo'yicha tanlanib taklif qilinibdi. Shunlashqa molla tipidagi kishilar asos salmoqda bo'lganimi ajablanarlik emas. Sempoziumda qo'lga keltirilgan ko'z bilan ko'rilur natija vakillarning so'zlagan so'z teksti bir kitob qilib nashr qilingan. Maqsad mana shundoq dunyoning turli joylaridan odam yig'ib yoki aql to'plab bu aqlning javharlaridan bir kitob barliqqa keltirib bu kitobni Şarq Türkistan davası uchun bir dastur, bir qo'llanma yoki texmi hayratliroq atsa bir qibla qilish uchunmidi? Agar shundoq edi desak, bu so'zlangan nutqlarni bundaq 100 minglab pul xarjlab İstanbulga to'plamaymi yig'ishga bo'ladi. Bu nutqlar ichida Erkin Akramning maqolasidan boshqa hech qanday yangilik yo'q. Qimmatimi yo'q, tatqimi yo'q. Ko'p chaynalgan mazmunlarning takrorlanishi. To'g'ri chiqib Google'dan bir izlashda 100 minglar kishiga erishgan bo'lgan mazmunlar bo'lib, ne yangiligi, ne ijodiyligi yo'q edi. To'g'ridan bekorga topqili bo'lgan mazmunlar uchun bu qadar hasham-daram qilishning hojati nima edi? Hayron qolmay chora yo'q. Toplangan adamlarni, dünyanın her yerden toplangan akıllar, deyişki boğudek türdeki adamlar bulmagaçka texmi düşünüksüz. Demek, maksat aşı bir kitapla hasıl kılış idi, deyişki asas yok. Undaq olsa maksat nemeydi? Düşünüksüz. Eğer hakikaten Şarq Türkistan davası kuyungisi olsa, kılışkı tegişlik başka iş yok mu de? İHH'nın hemme devlette degidek adamları var. Şöbelleri var. Ular arkalık şu devletlerdeki Şarq Türkistanlıklarını küzüteleydi. Uygurlarının teşkilatlarını küzüteleydi. Ular Şarq Türkistanlık ve Uygur bulmagaçka Uygurlarının ma'lum topi yoki ma'lum teşkilatıga taraftarın bolup kalmaydı. Demek halis küzetküçülük nazarı bilen küzütüp yardım berişke arziydigan en durust teşkilatını ayırıp çıkarlaydı. Şundaqla adamlarning sapasını ölçep çıkarlaydı. Andın bizde nemin kemlikini to'g'ri mo'lchar qila oladi. Chunki ularda yetishgan qobiliyatli odamlar bor. Bizdek avara odamlar emas. Tashkilot bo'lishning yo'lini biladi. Odamlarni qanday yetishtirishni biladi. Shunda turib, nima uchun shunday davransiz,
Ama yıl meyve beradigan bir işni deylik adamlarımızı terbiyeleş, teşkilatçılık işlerimizde yardımlaşış, qatarlıq kemtiklerimizge yardım kılaylı demestin. Eşenderenlik bir kıtımlık sempozyum kılışı ve bunun bir kitaptan ibaret yaraksız mesulat berişi eceplenirliktir. Bunların hemmisini helki Xitay konsulunun adam kelgenlik haberi bilen birleştirip şengenimizde andın mesele ma'lum eniqlikka erişkendek bulur. Men şu davranlar buluvatkan zamanın üzüde İHH'nın el-xat adresini tepip bir xat yazgan ve ularning maqsadini so'ragan edim. Cevap alamadım. Eğer ularda Şarkı Türkistan meselesiga haqiqatan kuyunish samimiyati bo'ladigan bo'lsa, bir gaplashib, teklif tasvirlarimni deb ko'ray degandim. Mushu sempozium ishidimi Uyg'urlar qattiq hayajonga kelib, olqish yangritish qoldirdi. Ama hiç so'roqlash metodi bilan ishni tagida yotgan maqsadni surishti qilmadi. Böyle ne aytıyorgan bir iş kütüvatgandek debdebe isilgen bolsa mı? Yok dövlengen saman düğüsünün hamının hecep çoğun oldu ya bu jel deb suyungen dikkan soğurup görgende hem şamal kufçuk mumut üyüge dan düşmegendekle bir iş. Zaten bunu oldu nasıl doğan netice biz algan payda ne oldu? Degen sual akılga keçmeyle hayacanlanıp alkış yanırtış. Oylab görünglar qarindoshlar. Agar bu tashkilot haqiqatan Sharq Turkistonning ishini ko'ngil bildigan turdan bo'lgan bo'lsa, navbatda Xitoylarning sotqa berish ishida yordam qilgan bo'lardi. Bizning millionga ehtiyojimiz var. Bu ishga millionlab pul ketadigan bo'lishiga qaramay, xalqimiz tarafidan birinchi bosqichlik nishonni to'ldirilmadi. Bermilik musulmonlarning arzi uchun yordam qilgan bu tashkilotning Şarkı Türkistan'ın o'xshash ish uchun yordam qilmishi nimani tushundirdi? Biri ular go'yo g'ayri hukumat tashkiloti sifatida ko'rinsimi, hukumatning irodasi bilan harakat qilganligini tushundirdi. Yana biri ular bizning ishimizga yordam qilishni emas, yordam qilmaslik va'dasi bilan Xitoydan foydalanishni nishon qilgan bo'lsa kerak. Bunda ishlarning siyosiy tusi murakkab bir o'yin. Bular haqida tahlil elib berish bugungi maqsad bo'lmag'achqa shu yerda bo'ldi qilayli. Shuni eskartib qo'yay, IHH'ni qaralash niyatim bo'lmagandek, anglag'uvchilarning undaq tushunib olmasligini umid qilaman. IHH'ning bir muncha buyuk ishlarni qilganligi rost, yordamlari rost. Bular uchun Allohdan ajrni tilayman. Ama mening demoqchi bo'lganim faqat Sharq Turkiston davosiga aloqador tutimi. Başka yerde kayıstak sokaşkı selivetken buluşu bana alakası yok. O işinin ecrini Allah'ın alıdı. Ama bizning işimizga gelgende ahvol bu. Bir zamanlar Türkiye'de Nurchilarni Fethullah Gülen'nin topi Nurchilarni Sharq Turkiston davosini vasita qilib Xitoydan foydalanishga uringan edi. Keyin Xitoylar Nurchilarning maktab etish talabiga ma'qul bo'lib, Tianjinda bir maktab ochgan ekanmish. Talab o'rindalgandan keyin Zaman gazeti Uyg'urlarning baxtiyor hayoti haqida ancha-muncha xabarlarni berishga boshlagan edi. Mana shunday ishlar. Mening bunday bir temani o'tirib qo'yishimga sabab bo'lgan bir ish Yuqorida o'tganimda aşağıdaki bir advokat, Türk advokatni davamizni qilish uchun vakolat talab qilgan. Bu ommaviy to'rbetlarda e'lon qilinganda yana bir muncha Sharq Turkistonliklarni hayajonga soldi va hatto cho'ng tashkilotlarning darhol bu kishi bilan ko'rishib, vakolat berishlarini talab qilishlari bo'ldi. Xuddi ilgirki misollarda bo'lganidek, ko'tarib bir yutibli qutulish. Ne kadar yaramsız xalqimiz ha? Namazını, ro'zani ko'tarib beruvesi bo'lmagandek, vatan deganning ishini cho'qib o'zimiz qilmasak bo'lmaydigan ibodat ekanligini nemish o'ylamaymiz? Agar shu Türk advokatning Sharq Turkiston davosiga haqiqatan kuyingisi bo'lsa, biror tashkilotga yoki bir nechisiga maslahatchi bo'lib yo'l ko'rsatsa, vakolatni elib
qilmoqchi bo'lgan o'sha davrodagi ishlarni Sharq Turkistonlikdan birini yuyilashtirib, shuni qilg'usi bo'lmabdi. Albatta bo'ladi. Ammo uningda balkim qozonch yo'q. Xuddi Nasriddin Efendimning Chashqan Doğrusi nomli latifasidagidek eng oxirgi diyalogida. Uningdimi o'ladi, ammo doğrusi aytilmaydi deydi-ku. Shunga o'xshash. Qarindoshlar, Turkiyada bu da'vo ishi nihoyat oson tijoratga burilib ketadiganligini bir oz cho'kib, ostdan tatilab ko'rsangizlar ma'lum bo'ladi. Men ilgari kitoblarimda yozgan edim, balki majmuaning birinchisida yoki turkcha yozgan kitobimda bo'lishi mumkin. Bizning shu yerdagi tashkilotlarimizdan biri bo'lgan Sharq Turkiston fondi jamiyati yoki vaqfi nomida qilingan surishtirib kelganda konkret shaxs deyilganda Hamidxon Ko'kturk qilgan bir ajoyib ishim bor. Buni nima deb qo'yay? Xitoyning Jiangsu o'lkasilik bir Xitoy bolaga Sharq Turkistonlik deb guvohlik xati yozib bergan. Kaşki bu Xitoy bir az ko'zi yo'g'irroqlardan, qamsharliklar o'g'illardan bo'lsa kimning dedi? Tamamen tipik Xitoy bo'lib, panoqliqidan bir ko'zi bilan yana bir ko'zini ko'rganidek. Ko'zning kichik va tirtiqligidan xuddi tatilib tashgandek. Shundan turdiki bir Xitoy ekanda. Aslida Turkiyada Sharq Turkistonliklardan o'qish puli elinmaydigan bo'lg'achqa, bu Xitoy bu uchurni bir yerlardan bilib olgan. Shuni bizning bu tashkiliy organimizga kelib boshirib, mushunda bir guvohlik xati olgan. Natijada bu Xitoy turk tili kursida bekorlik o'qigan. Bir Xitoyga bunday bir guvohlik xatning bekorli yozib berilmaganligini faraz qilish ta'sir emas. Bu qanday bilinib qoldi? Türk tili kursida her millatdan kishilar o'qishi mumkin-ku. Mas'ulning qiziq yeri shuki, bu Xitoy o'qish bitirdi. O'xshash bir qarorda o'qish bitirayotgan bir muncha Uyg'urmi bor ekan. O'qish bitirish marosimida maktab tarafining marosim yetakchisi e'lon qildi-ki, hozir Sharq Turkistonlik o'quvchilar vakili bizga Sharq Turkiston xalq naqshlaridan birini o'qib berdi. Guldiras alqishlar. Zaldoltuga Uyg'ur o'quvchilar qaraydi-ki, tipik Xitoy fiziologiyalik qurilishida bo'lgan Jiangsulik Xitoy sahnaga chiqadi. Shundaqla Sharq Turkiston xalq naqshi nomida tamamen Changchili naqshidan birini o'qib beradi. Nomzallikimiz, masbay mektimiz shu yerdeki, zalda o'tirgan Uyg'ur o'quvchilardan biri dars o'rnidan turib, sahnaga chiqib, Xitoyning qonunini bo'g'ib turib, sen qaysi Sharq Turkistonliksan? Sen Sharq Turkistonlik deb xat yozib bergan munofiq zodi kim? deb so'roqlashga petinmagan. Faqat maqtayni deyishib, ochchig'ini ichiga yutib o'tirishgan. Aslida Turkiyaning milliy atmosferasida men degandek birasi o'tirib chiqsa tamamen bo'ladi. Chunki Turkiyada to'yingan millatchilik atmosferasi bor. Hatto maktab doirlarimi hech nima deyolmaydi. Hatto o'zininki ko'rliq qilganligini, hamoqat saranliq qilganligini bu xato tufaylidan bo'yniga elib uzr so'raydi. Bu rezillikning mezini naq maydonda cho'p tashlash tamamen mumkin edi. Mana bu voqeani ayrim ikki Uyg'ur so'zlab bergan edi. Ash o'quvchilardan, "Bu maqtayni" degan hayron qoluvchilardan ikkisi. Men ulardan yozma guvohlik talab qildim shu vaqtda. Sizlar qo'rqsanglar men e'lon qilaydim. Lekin ular yana davomlashtirib o'qiydigan gap, yana vaqtining oldiga bordigan ish, shuni buni demasa deb til chaynashgan edi.
Belkim vaqftikilar normalda Xitoy konsulluğu ziyofatlariga daxil bo'lib turadigan bo'lg'achqa, konsulxonadagi Xitoylar bu Xitoyga xat yozib bersanlarkan deb havola qilgan bo'lishi mumkin. Odatda vaqf bo'lib Muhammadxon "Nimish keldingiz? Bir sizni chilab kelganman, keting" deb Uyg'ur bolalarining ko'pi bilan urushib yuradiganligigami shohid bo'lgan edim. Ama bu Xitoy qilingan g'amxo'rlik haqiqatan kishini ta'sirlantirdi. Bu kishi yana Temur Davomatning nevrisi kelgandimi? Mana shunday kuyinishlarda bo'lgan. Qarshi taraf Urumchidan ag'at chiqqan so'g'isi, ya'ni shim kostyumni kiydirgan. Bu kishi bo'lsa Sharq Turkiston fondi jamiyatining telefonidan bevosita Temur Davomatning uyiga telefon chelib, nevra qizni ailesi bilan ko'rishtirgan. Bu gaplarning tafsilotlariga bek ichkirilmasak bo'lar. Mening O'tir Sharq gazetida her kun yarim bettin makale e'lon qilishga to'xtamlashib boshlagan Sharq Turkistondagi zulmni anglatish ishimni telefon qilib to'xtatib o'tgan kishimi mushu Hamidxon edi. Buni inqilob monopolligi haqidagi videoda tilga olgan edim. Türkiye'de Türk milletçilerden Muzaffer Özdağ degan bir kishi var edi. U Sharq Turkiston dava hareketlerinin hemmisiga qatnashadigan, yig'inlarga qatnashadigan, hatto Germaniyada ochilgan yig'inlarga qatnashgan. O'zining paran qilib berishicha, yig'indan keyin Xitoy elchixonasi mehmonga chaqirdi ekan. U yerga berib Xitoyning ziyofatlariga daxil bo'lib turdi ekan. Bu kishining o'g'li Turk-Xitoy do'stlik jamiyati yoki Türk-Xitoy do'stlik vakfi bo'lishi mumkin. İsmi neyse Türk-Xitoy do'stlik degan bu bor. Bu jamiyatda ishlaydi ekan. O'g'li. O'shunday ajoyib ishlar. Fransiyadami bir Kürt bormish. Fransiyada millat vakilimi bir nima ekan. Normalda Uyg'urlarning ishlariga Türk salohiyati bilan yaqinlashadi ekan. Uyg'urlarning yig'inlarining chiqimlarini berdi ekan, ammo uning PKK bog'lanishi borligini sir emas ekan. Bu nuqtadan nazar tutganda uning Uyg'urlarga yaqinchilikda bo'lishi yig'inlarning chiqimini hal qilib berishlarini xil obdan tushunish mumkin. Ko'pchilikka ayon PKK Mao Zedongni ikkinchi doisi hisoblaydigan Xitoylardan ko'p yordam olgan kommunist tashkilot. Qarindoshlar, tashqi yordamlardimi? Her qachon bir tijorat mavzu boisdir. Shunga hayajonga berilib ketmaylik. Masalaning ustiga layligan küpük qismiga emas, ostidagi mohiyatga cho'kishga, izlanib o'qishga, so'roqlashga odatlanaylik. Davomuz chet elliklarga nisbatan tijorat meli bo'lishdan xoli bo'lolmaydi. Ammo biz nol seviyedeki bekarlık oyunçuk bulup vermey, hiç olmaganda tem miqdarda paylı bilişidigan ne güneyle. Yoşurun satadiganlarga hazırcha amalımız yok. Qarindoshlar, bugungi mavzu mushaqicha. Kelar qitim ko'rishkichi xayr xo'sh. Kelar qitim qachon ko'rishishimizga bir nima demak tas. Non tepish uchun ishlash kerak. Shunga balkim dam olish kunlarida tirishib ko'rishim mumkin. Kelarki tema inshaalloh, kelarki tema bir Xitoyparastning ko'zidan Sharq Turkiston va Sharq Turkiston mustaqilligi degan tema. Buningga qiziqadigan bo'lsanglar, kutib tursanglar bo'ladi. Balkim yana bir oldimizdagi emas, uningdan keyingi bir yakshanbaga to'g'ri kelishi mumkin. Alloh hammanglarni salomat qilsin. Niyat qilgan ulug' ishlaringlarni, ya'ni vatan millatga munosabat ishlarni niyat qilayotgan bo'lsanglar, o ishlaringlarda Alloh muvaffaq qilsin. Hammanglarga Allohning go'zal salomlari bo'lsin. Xayr xo'sh, Allohga omonat.